Assalomu alaykum, ujoy xohishda bo'lgan aziz ahli-yo'tim. Mana sizlarga xudo xolsa yana bir bor ko'rishib turibmiz. Do'stlar, sizlarga yaxshi joydan, yaxshi lokatsiyadan takroran havola qilyapmiz. Xudo xolsa bu joyimiz Toshkent viloyati. Yana bir bor qaytarib o'taman. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini Olimjon ota ko'chasi 57-xonadon 11 sotidan iborat. 1 soti qizil, 10 soti yashilda bo'lgan, 5 xonadan iborat bo'lgan kottej xonadonimizni sizlarga obzorni qilib o'tamiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Boshlang'ich narxi 32 ming dollar. Xudo xolsa ana o'sha qo'ygan zohatimiz sotilgan. Endi pulni kelisha olmayman, bilmasdan, bilmayman. Xullas, pul qilib berisha olmaganmi, nima bo'lsa bo'lgan. Xullas, mana ham takroran qo'yamiz. Uspet qilganlar gazini bosin. Xudo xolsa sizlar biz sabab uyli joyli bo'lib qolsanglar, biz xursandmiz, rozi bo'lamiz. Do'stlar, gazini bosinglar. Xudo xolsa kuzatsanglar, yana bir bor sizlar uchun ko'rsatib, obzor qilib o'tamiz. Kuzatishda davom etinglar. Mana do'stlar, ko'chalarimiz asfalt, 100% Toshkent shahri. Mana shu xonadonimizdan 20 kilometr. Mana do'stlar, ko'chamiz asfalt, bog'cha bor, boshlang'ich maktab bor, mahalla juda ham yaxshi, obod. O'rta-Chirchiq tuman hokimligi mana shu xonadonimizdan 2 kilometr, Qorasum mebelchilar 6 kilometr. Juda ham yaxshi. Mana do'stlar, mana shu uyimizning fasad qismi. Mana shu fundament sizga kiradi. Mana bu yondan ariqda latok suv o'tgan. Bu latok chegara, uyning ichidan chegara bo'lib o'tgan. Bu yoq ham shu egalarining uchastkasi, lekin mana shu fasad qismi sizga qaraydi. Mana shu yong'oq ham. Ko'chalarimiz asfalt, gaz, suv, svet, internet, maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor, juda ham yaxshi. Mana ko'rib olinglar, yana yaxshilab, chunki ko'pchilik kommentariy yozadi. Qanaqa nima, do'stlar, ana o'shaning uchun ham ko'rib o'tinglar. Agar xudo xolsa qiziqarli bo'lsa, o'sha uy egalariga aloqa etsanglar, to'liq sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Mana uyimizning fasad qismi, darvoza. Oldi tarafda mana bunaqa mevali daraxtlari, zelenniy zona qilib foydalansangiz bo'ladi. To mana shu o'zlarining uyiga qo'shni bo'lgan joygacha chegara. Fasad qismi keng. Buni sababi do'stlar, bu savdasida puli ma'qul kelib savdalashgan-ku, ichkariga borgandan keyin yerimiz sal kassayroq ketgan nisbatan. Bu fasad qismini kengligini hisobiga borgan sari bu yog'i sal kassayib ketgan hisobiga, lekin xat hujjatda yer maydoni haqiqiy 11 sotik. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. 32 ming dollar, yana xudo xolasa talashib-tortishib savdalashib olishingiz mumkin. Endi hammasi o'zingizlardan. Mana do'stlar, darvozamiz, mana fundament qo'yilgan joylar. Mana bu yoqdan ham chiroyli qilib darvozaxonali qilib uyga qayta qurish qilsangiz ham bo'ladi. Ikkita xo'jalikka bemalol yetadi bu joy. Gaz, suv, svet, mana sho'rchiklarimiz, shitlarimiz turibdi, hammasi ishlaydi. Xat hujjati joyida. Mana do'stlar, darvozamiz mana bunaqa yonga ochiladigan. Juda ham yaxshi. Sizga bu xonadonni bo'shatib berishadi. Mana kirganingizda tom darvozaxona tomi yopilgan. Mana romlarimiz ko'chaga qaragan. Yaxshi. Xudo xolasa, mana bu yoqdan ko'rsating. Mana bu yoqda omborxona bor, bu yoqda hojatxona. Xullas chegara, ana o'sha hojatxonaning yon biqini. Bu yoqda chegara latok suv o'tgan. Bu suvdan hamma foydalanadi do'stlar. Mana огород bor, uzumga ishkomlar qilingan. Xudo xolasa, bemalol ikkita ko'kkaga ham yetadi. Mana bu огородdan foydalanib, xudo xolasa mana uyimizning oldi teraska. Hamma yoq rom, yorug', issiq uy joyimiz do'stlar. Xat hujjati hammasi joyida. Agar mana shu videolarimizni ko'rib, qancha insonlar aloqaga chiqib, men hammalariga sotildi deb xabarni yetkazganmiz. Do'stlar, haqiqatan xonadonimiz sotilgan. Mana shu ochig'ini aytganda, mana shu kassoy tarafini kimgadir o'sha olgan odamga qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, xullas savdalari bitmagan, yana boshqatdan mana qo'yibamiz. Mana do'stlar, haqiqatan fasad qismi juda ham keng uyimizni 35-40 metrga yaqin adashmasam, lekin xat hujjatda 11 sotik haqiqatan bor. Mana oldida fundament, eski oshxona o'rni bo'lgan ekan. Xudo xolasa bu yerda ham ko'tarib yopib, bemalol oshxona sifatida foydalanib o'tirib choy ichadigan joy qilsa bo'ladi. Mana do'stlar, kirganinglarda katta koridor va issiqligini qarang, dahshat. Mana do'stlar, juda ham zo'r. Patologlari fanera ekan, zo'r ekan. Mana parvo отопление. O'zingizlar ko'rgandek, mana suparlik uzun o'tiradigan katta koridor, yorug', issiq. Mana eshiklarimiz akva profillardan juda ham zo'r. Mana yana qaytadan ko'rsatib o'tyapman. Do'stlar, xudo xolasa ulgurib qoling. Ko'rsangiz, Alloh nasib biz sabab bo'lib qolsa ajamas. 32 ming dollar. Yana bir eksim albatta sunnatiga o'tib talashib olsangiz, baraka topasiz. Kim nima desa deydi, kelib ko'ring. Lokatsiya tashab berishadi.
iloji bo'lsa tezroq oling. Chunki sotilib ketadi. Allohga shukr, qo'ygan joylarimiz sotilib ketyapti. Bu ham o'sha kunning o'zida sotilgan, faqat mana shu olgan odam bilmayman qanaqasiga, nimasi yoqmay, qanaqasiga kelisha olmagan. Menimcha shu yerni kastoyligi ularga ma'qul kelmabdi. Uy egalarini aytishiga qaraganda. Obbo, men bunisini obbo quplab qo'yibdi-yu. Mana bu ruchkasi qayerda ekan? Do'stlar, mana bu yoqda ikkita xona bor, o'zingizlar bilgandek, zal, spanli, aboylangan, chular remont. Hozir bilmayman, ruchkasini qayerga qo'yishini topa olmadim. 4 xona ichkarida, oldida ayvon koridori bilan 5 xona 11 sotidan iborat. Xudo xolsa agar juda qiziqarli bo'lsa, mana shu ikkita xonamiz bundan oldingi qo'ygan mana shu xuddi shu xonadonimiz reklamasida bu xonalarimizgacha obzorini ko'rib, bemalol tanishsanglar bo'ladi. Hozir endi imkon iloji yo'q. Do'stlar, mana hovlilarni ko'rsatib o'tamiz. Uyimizning xonalari, gaz, suv, svet, hamma sharoitlarini mana tanishtirib o'tyapmiz, do'stlar. Ichkarini ruchkasi yo'q ekan, olib qo'yishibdi, ancha quplab qo'yishgan. Ana ichkarini ruchkasi ochilmaydimi? Hozir mana hozir xudo xohlasa hovlini ko'rsatib turing, mana do'stlar, borni ko'rib turasizlar. Agar hozir hovlini ochsak, albatta u xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz, chunki hozir ocha olmadik. Ruchkasi yo'qligi hisobiga. Do'stlar, gaz, suv, svet, internet hamma tomonlama juda ham yaxshi. Olgan odam baraka topadi. Yuring, ko'rsataylik, mana ochishdilar. Do'stlar, uy joyimizga gapsiz bo'lishi mumkin emas. Pul arzon. Bu pulga bir xonali kvartira bermaydi shaharda 11 sotik. Albatta puliga yaxshi. Xudo xolisa tarash tortishib olgan odam baraka topadi. Zaruriyatligidan sochyapti, pul zarurligidan mana. Uyimiz aboylangan, juda ham zo'r, mana paravoy issiqligini. Juda ham zo'r, do'stlar, olgan odam xudo xolisa baraka topadi. Uy joyimizga gapsiz bo'lishi mumkin emas. Puliga ham gap yo'q. Bu o'sha kunning o'zida tanash to'polon bilan sotilib ketgan, mana o'zingizlar kuzatayotgan bo'lsanglar, qancha insonlar aloqaga chiqib, mana ular hammalariga sotildi deb xabarni yetkazganmiz. Do'stlar, Alloh nassi, bunda ham bir hikmat bor. Xudo xolsa kimnidir rizqi bo'lish kerak. Besabab hech qachon bo'lmaydi. Alloh nassi, uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarimiz inshaalloh vatanli bo'lib qolishadi. Ko'rsating. Mana ichkarida yotoqxonamiz bor, parava отопление, mana ko'cha romlari yoriq. Mana ko'cha ko'rinib turibdi, oldida zelen zona, asfalt ko'chalarimiz, qo'ni-qo'shnilar ahil, inoq, juda ham zo'r, do'stlar. Mazza qilib xudo xolsa ikkita aka-ukani uylantirib, yoniga ota-ona joy solib, bemalol katta ro'zg'or uy-joy qilib mazza qilib yashaydi, xudo xolisa. Alloh nasib qilsa, sizlarga sabab bo'lib qolishi Allohim nasib qilsin, do'stlar. Har bir ishda hikmat bor. Besabab bo'lmagan, xudo xolasa kimnidir rizqi, Alloh kimgadir rizqi bitgan bo'lsa, albatta birov uni haqqini yeyishi iloji imkoni yo'q. Xudo xolasa har bir ishda hikmat, xudo xolasa, do'stlar. Asl egasi boshqa odam ekanda, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Toshkent shahriga masofa yaqin. O'rta-Chirchiq tumaniga kiradi, do'stlar. O'rta-Chirchiq tuman hokimligi shu xonadonimizdan bor yo'g'i 2 kilometr, 2,5 kilometr. Mahallamiz juda ham ahil, inoq, insonlari juda ham zo'r. Dunyoda u yomon qo'shni olib, qo'shni Toshpo'lat akam juda ham yaxshi inson, do'stlar. Ana огород, ariq suvi, motor suvi desmi, vodoprovod hammasi bor. Mana do'stlar, ko'chalar, asfalt, bog'cha, maktab hammasi bor. Mana. Do'stlar, hammasi zo'r. Hovlimiz juda ham keng. Old tarafdan bemalol yana mana qilib splashni bu yoqqa ham uy solib, katta uy solib, darvozaxonali qilib ustini tomini yopsiz, bu yerga uch xo'jalik ham bemalol yashaydi. Do'stlar, xudo xolsa ekrandan pastda ikkita raqam qo'yib o'tamiz, chunki oldingi safar ko'pchilik aloqaga chiqib tusha olmaganmiz dedi. O'zimga qanchalar aloqaga chiqdi, do'stlar, xudo xolsa kuzatsanglar. Xudo xolsa raqamlarni qo'yib, hushyorliklarni oshirishini so'rab qolaman uy egalaridan. Albatta aloqaga chiqsanglar, lokasi tashab berishadi, kelib ko'rib baraka qilib bosib qolinglar. Allohimga omonat bo'ling.